Söyümlük balalar, hoş geldinglar. Peygamberimizning hayotini so'zlab qayerga kelgan edik? Esinglarda bordi? O'tganki programmada Peygamberimiz dunyoga kelgan qutlug' kunni va yuz bergan ajoyib voqealarni so'zlab bergan edim. To'g'ri, tepib oldinglar. Yaraysizlar kichik izchilar. Endi olamlarga rahmat bo'lgan Gül boboqning sut onasiga topshirib berilganligini so'zlab beraman. Tayyor bo'ldikmi? Qaltis bolalarim mening. Boshladik qamsa. Mekkening havosi ig'ir va bekmi issiq bo'lg'achqa, bolalarning sog'lom o'sib yetilishiga ta'sir ko'rsatdi. Bo'libmi Mekkeliklar yangi tug'ilgan boboqlarning texmi sog'lom cho'ng bo'lish uchun hamda tilining texmi yaxshi chiqish uchun inik ona, ya'ni sut onasiga berishni odat qilgan edi. Buning uchun hatto bir bozormi bor edi. Uzoq yerlardan Mekkaga bola olg'ili keladi hamda bolalarning sut onasi bo'ladi. Buning badaliga haq oladi. Mekkaga yaqin bo'lgan Badiya degan yerdagi bir guruh kishilar yo'lga chiqdi. Maqsadi sut onasi bo'lish uchun bola beqish edi. Halima bilan yo'ldoshi Harismo bu guruhda edi. Badiya to'piligida uzun vaqtdir qurg'oqchilik, ya'ni suvsizlik yuz bergan bo'lib, bu qurg'oqchilik bilan birga cho'ng bir ocharchilik maydonga kelgan edi. Nihoyatda qiyinchilik ichida qolgan Halima va yo'ldoshi Haris bir mezgil bola beqish orqali biroz pul tepishni o'yladi. Ammo Halimaning mingan o'riq eshki bilan Harisning mingan qiri tugisi yo'l yurishda baq qiynalg'achqa birga kelgan kishilarning orqasida qolgan edi. Halima va yo'ldoshi Haris uzun bir safardan keyin Mekkaga yetib keldi. Do'stlarining allaburun ishlarini bitirib, uyga qaytayotganligini ko'rdi. Halima va Haris Mekkaga yetib keliblam, uyma-uy kirib boqadigan bola izladi. Ammo asosan hamma bolalar birardan sut emtadigan onaga ega bo'lgan edi. Faqat Abdulmutallibning nevrisi Gül boboqning sut emtadigan onaga berilmaganligini ko'rdi. Chunki yetim bo'lganlik uchun uni hech kim elishni xolamagan edi bolalar. Halima yo'ldoshi Harisqa: "Sut emtadigan bola olmay turib, qaytishni xolamayman. Agar xolasang, bu bolani elib qolayli", dedi. Yo'ldoshi Haris Halimaning bu talbiga ma'qul bo'ldi. Halima va Haris Gül boboqni ko'rib, qalbida cho'nqur bir mehr-muhabbat his qilishga boshladi. Halima Aminaning quchog'idagi xushpuroq gul purayotgan bu boboqni qo'liga ilib, nihoyatda huzur his qildi. Shuning bilan butun shartlarni qabul qilib, sut onasi bo'lishni qabul qildi. Haris yo'lga chiqish uchun qiri tugisining yoniga kelgan vaqtida kutilmagan bir ish bo'ldi bolalar. Chunki qiri tugisining sut xaltasining sut bilan to'lganligini ko'rdi. Halima va yo'ldoshi Haris tugini sig'ib to'yg'icha sut ichdi. Keyin Haris ayoli Halimaga: "Cho'qimki noyt muborak, esil bir nasabning bolasini tanlabdiq", dedi. Badiya to'piligiga qaytish uchun yo'lga chiqqan Halima va yo'ldoshi Haris yana bir qitim hayronlik ichida qoldi. Nihoyatda ojiz o'riq eshki bilan tugisining yugurib ketayotganligini ko'rdi. Hatto o'zidan allaburun yo'lga chiqib bo'lgan kishilarning oldiga o'tib ketgan edi. Bu bir guruh kishilar Halimaga: "Hey Halima, bu nima ish? Yoki uloqlarni mi almashtirdinglar?" deb tovladi. Halima bo'lsa ularga: "Yo'q, bu bizning uloqlarimiz. Bu o'zgarishlar sut emitish uchun olgan bu boboqning barkatidir", dedi. Bu vaqtda guruhdagi kishilar ajoyib bir ahvolni ko'rdi va bek hayron qoldi. Chunki Halima bilan Haris quchqidagi bovoq bilan ketayotganda ustida bir bulut alohaydan ularga soy tashlab, qizziq oftobdan qo'g'dayotgan edi bolalar. Gül bovoqning kelishi bilan xilidan biri
qurg'oqchilik bo'lib qag'jirab ketgan bodiya to'piligida barkatli yomg'irlar yig'ib, hamma yer yop-yeshil bo'lishga boshladi. Xuddi bahor kelgandek hamma yer jonlanib ketdi. Halimaning qo'ylari har kuni to'yib, sutlari teshib turardi. Yemek-ichmaklarida alohida bir lazzat va mo'lchilik bor edi. Qachoniki dasturxonga kelsa, to'yib o'rnidan turardi. Kunlar nihoyat tez o'tib o'tadi. Gul bu vaqt imildash do'stlari Sheyma va Abdulloh bilan baxtlik 2 yil o'tkazdi. 2 yildan keyin Halima va yo'ldoshi Haris Gul bu vaqt Muhammadni onasiga topshirib berish uchun yana Makka ga keldi. Halima uchun Gul bu vaqtdan ayrilish haqiqatan tas edi. Yuragi siqilib, nafas ola olmayotdi. Ko'z yoshlar ichida Gul bu vaqtni qayta bag'riga bosdi. Oxiri Gul bu vaqtni onasi Aminaga topshirib berdi. Bu mezgilda Makkada nihoyat qurg'oqchilik bo'lgan va vabo kesli tarqalgan bo'lib, buni anglagan Halima Gul bu vaqtning onasi Aminaga vabo kesilining bolaga yo'qib qolishdan bekansirayman. Nima bo'ladi? Gul bu vaqt bir mezgil biz bilan bodiya to'piligida qolsin, deb taklif berdi. Amina mo bu kasalning bolaga yo'qib qolishidan ansiraydi. Gerçi xolimisimu Gul bu vaqtni yana takror Halimaga topshirib berdi. Halima va yo'ldoshi Haris nihoyat xushal holda bodiya to'piliga qaytdi. Oradan bir mezgil o'tdi. Gul bu vaqt cho'ng bo'lib, endi Gul bola bo'ldi. Bir kuni Gul bola Muhammad imildash qarindoshlari bilan o'ynab o'tib, ajoyib bir voqea yuz berdi bolalar. İmildash qarindoshi Abdullah nafsini tutolmay yugurgunicha Halimaning yoniga keldi va onasiga Gul bola Muhammadni oq ko'nglik kiygan 2 odam ilib, yerga yotqizib, ko'ksini ochdi. Ondan oq bir qochida yurkini yuyib, yana joy qo'yib qo'ydi va u yerni itivetdi, dedi. Nihoyat qo'rqib ketgan Halima va yo'ldoshi Haris yugurgunicha Gul bolaning yoniga keldi va "Sana nim bo'ldi maqbalam? Gul bola Muhammad bo'lgan ishlarning hammasini so'zlab berdi." Halima va yo'ldoshi Haris bu ahvoldan nihoyat ansirdi va beshiga bir ish kirib qolishdan qo'rqib, oilasiga sog'-salomat topshirib berishga qaror berdi. Halima va yo'ldoshi Haris tekrar yo'lga chiqib, Gul bola Muhammadni onasi Aminaga topshirib berdi. Shuning bilan Gul bolaning bodiya to'piligidagi sut onasining yenida o'tgan hayoti oxirlashdi. Bu bölüm shundoq qilib mush yerda tugadi. Barcha umoqlarning astoydil anglag'ini uchun rahmat aytaman. Keyingi son programmamizni ko'rishgacha sizlarni Allohga topchidim. Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan